Qandolat konditer sohasida ishlaydigan opa-singillarimiz albatta bu mikserlarni, ya'ni B7 mikserlarini ko'rishgan, balki foydalanib ko'rgandirsizlar. Agarda shu mikserlarni sotmoqchi bo'lgan bo'lsanglar, bugungi video sizlarga foydali bo'ladi. Sababi oxirgi yillarda bunaqa mikserlarni juda ham xilma-xil turdagilari va xilma-xil sortdagi, sifatdagi variantlari chiqib ketgan. Tashqi ko'rinishi bo'lsa hammasiniki deyarli bir xil. B7 mikserlarimizni tanlayotgan paytda birinchi navbatda uni nasatkasiga, ya'ni zivalkasiga e'tibor beramiz. Bu modelimizda uni zivalkasi, simlarining soni ko'p, zich yasalgan. Undan tashqari nasatkasi yaxshi turish uchun prujinasi ham bor. Buni konkurentini simlari kam, undan tashqari prujinasi ham yo'q. Keyin agar держательlarga, tutqichlariga qarasak, buniki qalin yasalgan. Buni raqobatchisiniki juda ham yupqa. Motorlarda ham farq qiladi ishlagan paytda. Qo'shimchadan tashqari, ya'ni suyuq xamir va qattiq xamirlarni qolib beradigan tashqari, bu modelniki qattiq, og'ir, keyin shlifovkalari ham yaxshi qilingan. Nagruska bo'lsa qayrilib sinib ketmaydi. Tarozga qo'yib qo'yadigan bo'lsa, og'irligi mana 650 grammga yaqin. O'sha nagruska tushgan paytda umuman qiynalmaydi. Buni konkurentiniki alyumindan yasalgan, ichi xuddi g'ovaga o'xshaydi. O'sha ko'rgan paytda og'irligi ham, uni yarmicha ham, 300 gramm chiqmaydi mana. Xuddi shu men solishtirib bergan sifat kategoriyalari uni motoriga, skorostining tezligi, kabellari hamma joyga tegishli. Oddiyroq sortdagi B7 mikserimiz 2,5 million so'm, yaxshi sortdagisi 2,850,000 so'm.